experience for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Thanks, Peter. Hello, everybody. Ready to see what unfolds in this one now. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Salom do'stlar, Barselonaga qarshi Barselona yana o'ynaydi. Demak, Barselona o'yinni boshladi. Erik Garcia to'pni Yamal to'pni olib qo'ydi. Figo Johan Cruyff stadionida Cruyff o'ynayotganda Balde to'pni olib qo'ydi. Balde. Erik Garcia to'pni yetkazdi. Pedri qanotga. Uzat. Neymar to'pni olib qo'ydi. Pedri qanotga ketdi. To'pni Lewandowski, Roberto. Yamal. O'yna olmay qoldi Yamal. Demak, birini hali ham. Figo ketyapti. Figo yomon ekan bu Figo. Yetkazdi va sal qoldi. Lewandowskining zarbasi. Murabbiy qarsak cholyapti. Malades bratishga boshyapti. Demak, bizlarda Viktor Baya turibdi atarda. Tepada turibdi. Yaxshi Leva. Neymar ketdi. Neymar. Va Figo oldinga qarab ketyapti. Yamal o'zini yetib olmadan Balde ekan. Yaxshi Tarbon Pedriga kelyapti. Qaranglar. Torres xato yaxshi mayda olib qo'ygan to'pni Levaga uzat. Xarobadan to'p o'tmadi. Lamin Ekipoy olib qo'ydi. Barselonaga qarshi Barselona ikkita g'alati o'yin bo'lar ekan, lekin to'g'risi mayli o'ynaveramiz endi nima desdik. Pedri yaxshi Neymar bilan o'ynab tik-tak qilishadi, lekin mayda Lewandowski olib qo'yibdi. Yo'q, olmadi. Endi Baldega yana chiqib ketdi hujumga. Cruyffgacha yetib olmadi. Bizlar qo'ymaymiz. Pedri tep o'zing. Pedri olib qo'ydi. Pedri olib qo'ydi. Demak, davom etamiz. Garsiyaga xato pas berdi Yamal. Keyin istedi nima edi? Lamin. Timbola o'tam ishlab olyapti bu Figo. Birinchi tugayman deb qoldi. Lekin Saparni yo'qlayapmiz bizlar. Barselonaga. Figo, to'pni Figo. Yana o'tib qoldi. Balde o'yinga kiritdi. Yamal mag'lubsan. Ketdi yaxshi Yamalga ketdi. Yamal qanot qo'ylab Leva ochilyapti. Yo'q, yetib olmasa ham Leva. Roha yaxshi himoyalandi.
Pedri, Neymar, Pedri. Yaxshi Leva, yo'q, Levaga yetib borma, ofsayd ham bor ekan bu. Ofsayd ham bor ekan. Yutqizyapmiz jigarlar. Bu nima qilmasak bo'lmaydi. 1-0 ga yutqizyapmiz. Birinchi taym tugab qoldi o'zi. Barselonaga qarshi Barselona. Biz Barselonada o'ynamoqchi emas edim. Turnir Barselona ekanda, shuning uchun Barselonaga qarshi Barselona bo'lib qoldi. Cruyff bor ekan tim bo'ldi buni. Yomon ekan mana shu Cruyff va 2 o'qib ketdi. Lewandowskiga olib ketyapti yo'lda. 2 ga chiqyapmiz endi. Qaranglar jigarlar. Nima qilyapsanlar? Bo'lmaysanlarmi? Birinchi taym tugadi. Hujum chizig'iga boshqa o'yinchilar tushirmasak bo'lmaydi. Kim bor ekan hozir zaminada? Zaminamizda Rafinha, Torres, Olmolar bor ekan. Lekin Orevini pastroq yechadi, shuning uchun ham tuttirish qovursinmagan. Rafinhani chiramizmi? Rashford tushirsak-mi? Rashford tushiramiz, Torres yoqmas ekan. Torres o'rniga Rashford tushirdi. Rashford nima qilagan? Manchesterdan kelgandi. Zorini yaptı hozir, qanday qilgan. 2-0 ga yetkazyapmiz lekin. 2-0 ga yetkazyapmiz. Comeback qilamiz, 4-2 qilamiz. Agar qila olsak. Comeback. Pedri, Iniestasi bor ekanmi bunda? Iniestalar bor ekan, Cafu'lar, Figo'lar bor ekan. Iniesta chiqardi va 3-0 bo'lar sal qoldi. Tashlamaga Araujoga. Balde, Araujo. Ketdik bizlar, Balde olgan qirib ketyapti. Neymarga uzatibdi. Neymar bitta allab olaman shunday. Neymar chiqaradi va Rashford 2-1 malades. Rashford, jigar 2-1. Sen shuning uchun maydonga tushirgandim o'zing. 2-1. Ular-kanka o'ynasa. Ha, sen to'pni sentrgacha olib kelib berdik. Tezroq o'yinga kiritdinglar deb. Yo'q. Cruyff bor ekanda bunda. Shuning uchun yomon ekan bular. Araujo tep. Yaxshi Neymar bitta allaysanmi? Ketdi Rashford, malades Rashford. Chiqar kallaga. Va terish degan ishlar ilib oldi. 2-2 bo'lar sal qoldi. Pedri, Balde, Neymar va Yamaldan qanday zarba? Super save qildi. O'zi ham 2-2 bo'lishiga sal qolyapti lekin. Neymar endi o'g'ildan to'p chiqarishga harakat qiladi. Gol kutamiz. Leva bilan Rashford bol kalla bilan o'ynaydi. Rashford kalla bilan o'ynamoqchi bo'ldi. Lamin Yamal esa xato tepdi. Endi terishdagi yana to'p o'ynab ketmoqchi. Rashford chiydi. Araujo kalla qo'y, yaxshi malades. Neymar e'tibor olmadi. Ixtiyor qo'ygan bo'lamiz. Iniesta olgan qarab ketyapti. Va bizda Araujo yetdi. Ketdik Balde, Neymarga uzat. Bitta, yo'q. Qo'ydikku. Ixtiyor bo'lish kerak, yaxshi. Ketdi Yamal. Rashford yo'q o'tkazolmayapti. Mayli, Neymar bor zada. Iniesta chiqarmoqchi keldi. Ay, qaqa chopasan-e. To'pni olib ketmaysanmi? Sal qoldi, 3-1 bo'ldi. To'yaptilar, nimada qilishimiz kerak? O'yinchi almashibdi. Lewandowskining o'rniga Toni Fernandes tushdi. Yamal o'rniga Rafinha. Bizda Rafinha tushdi. Pedriga yetib olmayapti. Pedri malades. Xato pas bermadi. Yaxshi Pedri olib qo'ydi yana. Yana xato pas.
Ketdi. Vaqtda Iniesta oldinga qarab ketyapti. Va Yamal chiqdi ulardan ham Iniestani. Ikki poy yo'q. Qo'y. Ketdi. O'tmayapti va so'nggi daqiqalar boshlanishiga oz qolyapti. Xato qilmanglar. Ketdi. Neymar. Pas, bitta pas. O'tmadi yana. Neymar kallaga Rashford. Nima qil? Voy, bir ikki poyning zarbasi xato ketyapti. Jigarlar o'yinga qizyapti lekin qizyapti, shunga rahmat qilish kerak. Bizlar yana o'zgarish kundi tushdi bizlarga. Yuriklar Neymarda ham almashtirib talab olmon tushibdi. Yamaldan Ujula boshlayapti. Xitoy yutqizib yopmiz, vaqtda yana ular o'g'il olyapti. Bizlar hujum qilishimiz kerak, nimagadir hujum qila olmayapmiz. Raqib kuchli ekan haqiqatan. Boshida ikkita gol o'tkazib yubormaganimizda balki hozir vaziyat umuman boshqacha bo'lishi mumkin edi. Figo va 3-1 bo'lishiga sal qoldi. Mana shu Figo yomon ekan dedim-ku. Amorim ekan ular murabbiy, Amorim. Figosi bor ekanda, masa o'zim bilasdim. Figoda bor, Figo. Realda ham o'ynagan. O'zim Barsachi emasman, просто Barsa chempionat Barsa ekanda, shunga hozir Rashford ketdi. Olma, pas bermadinglar. Voy, oxirgi hujum bo'lishi mumkin edi. Jigarlar tugadi o'yin sherda. Sizlar bilan xayrlashamiz. 2-1 Barsa o'tib ketyapti bizlarni. Barsa yutib qo'ydi azizlar. Men o'zim ularda baribir Kruyff bo'libdi, ko'rishlar mumkin. Lewandowski bilan ikkalasi.